Bola Asad bilan hozir sporlashib qoldim. Samolyotda 5 sekundmi? 5 sekund. 5 sekund ushlab beraman deyapti. Qanaqa formatda? Agar 3 ta shans beramiz, 3 ta shansdan bittasini bajarsa, 5 sekund ushlab bersa, mana Rec Full'dan The Pump degan narsa bor. Workout uchunligi eng zo'r narsa. Hozir qanaqa turishni hozir ko'rsataman. Mana shu yerda. 3 deysanda. Hozir aqli. Ushlab turish kerak bo'ladi 5 sekund. Birinchi urinish. Pasroq, yo'q. Yo'q. Endi xato. Sababini tushuntiraman. Mana shunda olib turish kerak. Qorni. Bunda hozir nima olib turib qashdan. Ashular siz qila olmayman deyapti. Mayli, bunga ashula ham qo'shib beramiz azizgina motivatsiya bo'ladi. Ikkinchi papilka ketdi. Davay. Turinglar, kanitlar. Oyoq tushib ketdi. Ham tushib ketdi. Ikkinchi urinish. Oyog'i tushib ketdi. Qattiq tayyorlanyapti. Mana boylab tashyapti. Mana bittasini boylab bo'ldi. Bu sirpamaslik uchun, sirpamaslik uchun ekan. Mayli. Xohlaganingni qildi olma. 3-urinish, oxirgisi. Qila olmasa, qilading. Oyoq. Kel. Ha, bo'ldi. Nima deymiz? Mayli, buni hisoblaymiz. Asad qildi deb anaqa ko'ramiz. Tipa biz ko'rmadik, hech narsa ko'rmadik. Asad qildi. Zo'r tabriklaymiz. Mana senga bu topshiraman. O'sha trener qilib. Bolalar endi bu Asadga motivatsiya. Asad ertaga bundan ham qattiq, bundan ham zo'r shug'ullanish uchun, chunki sentyabrda final bo'ladi. Finalda birinchi o'rinni olmasa, kiyimigacha hammasini olaman bundan. Menga farqi yo'q. O'shaning uchun mendan ehtiyot bo'linglar ozgina. Ketdim. Faqat adushi bo'ldi. Boshqasi. Let's go. Bo'ldi, ketdi, trenirovka.